Biz mana navbatdagi ishimizni Bulung'ur tumani Nebosada Samarqandda boshlaganmiz. Qaranglar bu joyda holatini. Mana yo'lba, endi buni tagiga silif, oppoq alkafon fason va darvozaxonalarini juda chiroyli holatda tunikafon qilishni boshladik. Xudo xolasa bu ishimizni 5 kunda qilamiz. Mana bu tarafida ham ishlar ketyapti. Mana endi bu tarafini xudo xolasa sizlarga to'liq obzorini qilib chiqaman. Bu bitmagan holatdagi tagit. Endi mana shu ko'rinishda bo'lgan. Endi mana shu burchaklarini chiroyli qilib chiqaramiz, ko'rasizlar. Va mana darvoza ayvonlarini ham juda chiroyli qilib chiqaramiz. Xudo xolasa bu ishimiz mana bitgandan keyingi holatini bitta ko'rasizlar. Yo'qsa bitta like qo'yib qo'yasizlar. 2026-yil yanvar oyida shunaqa uyni alkafon fason qilaman deganlar shu videoni ko'rsin. Xudo xolasa mana ishimizni Samarqand viloyati Bulung'urda navbatdagi ishimizni tugatdik. Oppoq alkafon fason qilib berganmiz. Uyda aylanpa quruqli shapkasi buron chiqqan, keyin quruqli bu yerga 80 metrdan oshiq tarnov qo'yib berdik. Ishni ko'rib burchaklariga, sifatiga baho berib ko'rasizlar. Juda chiroyli holatda qilib mana bugun ishimizni 5 kunda yakuniga yetkazib qilib beryapmiz. Ishni mana sizlarga video obzorda YouTube uchun olishda boshladim. Bu materialimiz o'shunaqa 04 materialdan, keyin usti buni lakli materialdan bo'lgan. Mana bu ishni darvozaxona, ayvon, ko'cha tomoni va tarnovlarni, quruqli aylanpa shapkalarini olganmiz. Hozir mana sizlarga bu taraflarini ham ko'rsataman. Bu yo'q uyning egasi. Tog'a nima deysiz? Ishimiz yaxshi chiqdimi? Bo'ladi, yaxshi. Yoqdimi o'zga? Yaxshi, bo'ladi, yaxshi. Mana. Mana shu qoldi. bu yer Samarqand viloyati Bulung'ur ne bo'lsa, mana shu ishimizni xudo xolasa bugun 5 kun 6 kunda poni tugatdik. Aytilgan paytda keldik, aytilgan paytda qilib beryapmiz, ha? Yaxshi. Ha, ish to'xtagani yo'q. Mana qor yog'sa ham juda chiroyli holat qilib, mana bu nargi burchagini ham, bu burchagini ham, bu burchaklarini ham bir xil holatda qilib, ideal holatda qilib mana bugun bitkazib beryapmiz. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab juda chiroyli holatda qilib beramiz. Mana ishimizni tugatib, mana lesalarini buzyapmiz. Mana bu burchaklarini ham ko'rsanglar juda chiroyli holatda bo'ldi va mana bu ichki burchaklari ham juda tekis holatda bo'lib mana bugun bitdi. Va mana bu akvalarining yonlarini ham tunika bilan apishga qilib berganmiz. Kimda kim shunaqa tunikafon xizmatlari bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab davom etadi. Mana bu orolalarini ham qilib berganmiz. Mana qaranglar, yangi chiqqan tunikada bo'lgan, mana qaranglar, blesk beryapsizmi? Material no'qur, juda chiroyli holatda bo'lib, xonadon egasiga topshiryapmiz. Endi sizlarga mana bu taraflarini ham to'liq ko'rsataman, keyin darvozaxonalarni ko'rsataman. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib bitgan. Endi buni silifini 1 metrini 80 ming so'mdan, tunikafonini 1 kvadratini 160 ming so'mdan qilib berdik. Xonadon egasi yotoq joy, yemoq ichmoqqa berdi. Les olib berdi, kabel olib berdi. Bizdan keyin mana bu kabellarini montor lampochkalarni qo'yib oladi. Endi qaranglar, darvozaxonasi. Darvozaxonasi ham alkafon fasonda bo'lgan. Juda chiroyli holatda bo'lgan. Mana burchaklarini, stillarini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Va mana burchaklarini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli holatda bo'lib bitgan. Va mana bu o'rtadagi kichkina joyini ham tunikafon bilan apishga qilib qo'ydik va mana bu tomonini shunaqa juda chiroyli holatda qilib berdik. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lgan ish. Burchaklari hamma taraflama zo'r bo'lib bitgan. Endi bizga ko'pchilik savol berishi mumkin. Nimaga tunikafon narxi qimmat, boshqalar arzonroq qilyapti-yu deysiz. Yo'q. Endi bu yerda ish bilan ishni keyin bu sohada tajriba muhim. Biz masalan 11 yildan beri bu sohada ish qilamiz-da. O'shaning uchun bizning ishlarimiz chiroyli holatda bo'ladi. Ki har bir detali tayyorlanishi ham lazerda kesiladi, keyin abdushiy stanovlarda bukiladi. Keyin o'rnatilish ustanovkasi ham akkuratniy lazerda urovingda turadi. Shuni hisobiga har bir detaliga yondashgan holatda, tabiiy holatda chiqaramiz mana.
Ko'ringlar, burchaklarda tekis bo'lib bitgan. Kimda kim shunaqa sifatli tunikafon qildirmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Xizmatimiz Ves O'zbekiston bo'ylab. Hozirgi ishimiz Samarqand, Bulung'urda, vodiy bo'ylab, voha bo'ylab farqi yo'q. Chiroyli holatda qilib bitkazib beramiz. Bu skromli alkafon fason. Xohlasangiz gulli fason, xohlasangiz 3D eng premium tarifdagi fasonlarimiz ham bor. 70 xil fasonni o'z ichiga oladi. Juda chiroyli holatda qilib bitkazib beramiz. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Endi ish sifatiga keladigan bo'lsak, har bir ishga burchagiga, holatiga, sifatiga yondashilinadi, chiroyli holatda qilib bitkazib ketilinadi. Masalan, dogovorimiz 04 da bo'lsa, 04 tuniki ishlatiladi. 3,5 bo'lsa, 3,5 tuniki ishlatiladi. Masalan, sizlarni 120 mingdan 04 ga dogovor qo'yib turib, orasiga unaqa 3,5, 0,30 unaqa tuniki ishlatilmaydi. 04 uchun ham bo'lgan usti laklikligi uchun xonadon egasiga 1 kvadratini 160 ming so'mdan qilib beryapmiz. İşimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yasizlar. Tunikafon qildiradigan ustalar, do'stlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Endi uzr, men unaqacha bloger emasman, unaqa gapga usta emasman, o'shaning uchun qo'limdan kelgancha video obzor qildim. Lekin juda ishimiz xonadon egasiga juda chiroyli holatda bo'lib bitdi. Endi darvozani tepasi nimaga ochiq desangiz, bu yer gipsokarton bilan yopilib va travintin bo'lib, ponni fasadi oq, so'kilari qora granit bo'lib ketadigan bo'ldi. İşimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasizlar.